onasining. Qara. Hozir biron bir butun joying bormi o'zi hozir? Taslim yemagan joying bor? Bitta bor. Ha, u endi yetib borish qiyin-da u yoqqa. Zabor paborga yiqilgan bo'lsang-chi. Bari eziladigan narsa yo'q, o'zingiz bilasiz, xabaringiz bor. To'g'ri. Opa, Nima qilding? siz yoshligingizda kallangiz bilan qattiq qilgansiz-ku, aniq deydi. Kallam bilan bir marta yiqilmaganman, ancha qilganman, ishoning. Shu uchun bolalaringni ehtiyot qillaring. Ko'p yiqilavermasin, menga o'xshagan tentak bo'ladi bora-bora. Shu meni rasmimni chiqar. Yig'latma, baraka topib, yig'latma, ber. Yo'q. O'ylaydi senga. Sen o'zing shunaqa bo'lganmisan? Bilasizmi, tomdan necha marta tushib, nechta joyimni sindirib qo'yganman. Asoratlari bilinadi lekin senda, Nafis. Zato tirik. Hozir bitta cho'tga ularni kullatadigan odam bo'lib yetishib chiqqanman. Ko'p. U yoqning singan bo'lsa ham yo'q, siniq bo'lsa ham bitta oydan kullatasan. Mayli. Kechirmayman baribir. Birinchi yiqilganingda qatingdan tushgansan. Burnim bilan. Tomdanmi? Ha? Tomdanmi? Yo'q, birinchi yiqilganimda burnim ustiga yiqilganman. Ikkinchi yiqilganimda tomdan yiqilganimda polni og'zim bilan anaqa go'ngga tushib ketganman. O'shanda ham burningga tushgansan, ha? Aftimga tushganman. Keyin eshikdan yiqilganimda qo'lim chiqib ketgan. Keyin cho'milishga borganimda ham qo'lim chiqib ketgan. Keyin bir marta oyog'imni bir qenim barmog'im singanmi, nimadir bo'lganda, короче, ana molxona ustidan yiqilib tushganimda shunaqa bo'lgan. Onasining. Qara. Hozir biron bir butun joying bormi o'zi hozir? Taslim yemagan joying bor? Bitta bor. Ha, u endi yetib borish qiyin-da u yoqqa. Zaborga tushgan bo'lsang-chi. Ha? Zabor paborga yiqilgan bo'lsang-chi. Bari eziladigan narsa yo'q, o'zingiz bilasiz, xabaringiz bor. To'g'ri. Jin. Mayli, bir kun aytding, qana qilib beraman deding. Meni gapimdan siz uyalyapsizmi, onasining o'zini. Yo'q, ne uyalam. Jinim haqiqat u. Opa, Nima qilding? siz yoshligingizda kallangiz bilan qattiq qilgansiz-ku, aniq deydi. Kallam bilan bir marta yiqilmaganman, ancha qilganman, ishoning. Shu uchun bolalaringni ehtiyot qillaring. Ko'p yiqilavermasin, menga o'xshagan tentak bo'ladi bora-bora.